Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun 2025-yil 19-oktyabr. Mana uzumlarimiz uzilib sotildi. Buni yangicha uslubda o'roqla qilganmiz, uzumlarni bog'lab chiqqanmiz. Vodiy tarafda shunaqa qilib qilishadi. Ularga qaraganda sal boshqacharoq qilib shunaqa qilib chiqqanmiz uzumlarni. Uzumlarni sotib bo'ldik. Bularni hali endi xomtek qilamiz. Biz uzum ko'chatlarimiz Xudo xohlasa 4 kunga sotuvini boshlaymiz. Mana uzum ko'chatlarimiz. Narxlari yaxshi. Mana narxlari pishgan. Uzumlarni hozircha novdalari yaxshi pishib, uspet qilgan. Mana. Xudo xolasa 3-4 kunlarga sotishni boshlaymiz. Bemalol telefon qilib kelib olishingiz mumkin. Buni biz bunaqa qilib bog'lab chiqmaganmiz. Shunga hammasi bir-birining ustiga mingashib, bu uzunligi bilinmayapti-da. Kaltadek ko'rinyapti telefonda, lekin buni bunday qilib ko'tarsangiz mana 2 metrga yaqin kelgan uzunligi novdasining. Mana shuni ham mana 1 metrga yaqini mana pishgan. O'zi asosan buni ekkaningizda baribir buncha uzun qo'yib ekmaysiz. Mana shuda 3 metrlik 4 metrlik qo'yib sho'rdan 40 begasiz baribir. Hozircha qalamchilarimiz holati juda zo'r. Bemalol telefon qilib kelib olishingiz mumkin. 3-4 kunlarga sotuvini boshlaymiz, Xudo xohlasa. Mana bu taraflari ham bunaqa. Mana. O'tlar o'rilmagan. O'shanga nima qilib yotibdi? Bu bog'imiz mana katta uzumlar, bularning uzumlari sotildi. Bemalol telefon qilib, Xudo xohlasa kelaverasizlar, 3-4 kunga sotuvi boshlanadi. Avatar uzumini mana yaprog'idan ham juda oson bilib olasizda, yaprog'idan. Yaproqlari mana bunaqa qizil tusga kirib qoladigan avatarniki. Mana yaprog'i shunaqa rangga kiradigan. Boshqa uzumlarniki bunaqa bo'lmaydi. Sarg'ayishi mumkin, bu avatarniki shunaqa qizaradi ekan. Mayli, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizga like va podpiska bosib, esdan chiqmasin.